uzumchilikda, agrotexnikasida doim shu izlanib harakat qilinyaptiki, sifatliroq mahsulot yaratishga. Sababi hozirgi kunda eksportbop mahsulot yaratmasangiz, unda fermer xo'jaligini iqtisodi rivojlanmay qoladi. Biz qiynalyapmizki, bir hafta 10 kun ichidagi ob-havo qanaqa kelishini bilmaslik, bu agrotexnikada tavakkalchilik bilan ishlashga to'g'ri kelyapti. Bu ayrimlari to'g'ri chiqsa, ayrimlarida xatolarga yo'l qo'yilyapti. Mana bu yil 2022-yilda mana shu issiq qattiq bo'lganligi tufayli mevalar chiroyli bo'ldi, faqat kichkina bo'lib qoldi. Eksportga noloyiq hisoblandi, hech kim kelib eksportga olmadi, faqat ichki bozorga sotilyapti hozir. O'sha paytda masalan bilsangiz, darrov tagiga suv oqizish kerak, namlik saqlab qolish kerak. Buni avvaldan bilish nafaqat bizga, umuman dehqonchilikda, qishloq xo'jaligida juda zarurligini hozir juda his qilyapmiz. Juda his qilyapmiz. Meteostansiya bo'lsa, juda bizga ma'qul bo'ladi. Har tomonlama bizga ma'qul. Chunki biz ishimizni rejalashtirib qilamiz. Birinchi o'rindan biz ob-havoga qarab, masalan, ishlovni joyiga qo'yamiz. Qaysi paytda zahar sepish kerak, kurtga qarshi qachon foydalanish kerak, qaysi paytda olmaga tuxum qo'yiladi. Masalan, o'sha o'zini bir ma'lum nimasi bor-da. Hozirgi kunda fan texnika yutuqlarini, agrotexnikadagi yangiliklarni ilmiy asoslangan holatda qo'llamas ekansiz, ishingiz eskicha bo'lib qoladi. Bu sohada menimcha meteostansiyaning yordami katta bo'ladi.